Iloho bizlarni yiroq qilsin, o'z panohida asrasin. Allohning ibodatiga kirib, namozini ado etib, tungi kunlarida tungi namozlarda hozir bo'lib, yaxshi amallarni رفتیم این نزدیک. bu go'zal ibodatni tark etgan insonlar رفتیم این نزدیک. Allohning hammalarimizni bugungi suhbatimiz mavzumizdan xulosalanib, har bir suhbat, har bir mavzudan tegishli bo'lgan o'gitlarni olib, go'zal yashamog'imizni Allohim hammamizga nasib aylasin. Aziz do'stlar, bugungi mavzuimiz aqidada adashmaslik to'g'risida. Bugungi suhbatimiz eng dolzarb bo'lgan suhbatlardan, mavzulardan biridir. Bilamiz, birinchi bilimda bu Qur'oni Karimdir asos. Qur'oni Karim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimni nozil etdi. Rasululloh sahobalariga